Assalomu alaykum. Hozirda biz Taroz ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlanish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tuman Qoraqum mufida 1069-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda taroz ekilgan maydonning hajmi 10,13 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 17 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,6 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qoraqum Chiroyi MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 84,4 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Jami 360 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.